Do'stlar, va nihoyat mana safarimizni 118-kunini ham boshlab oldik. Kecha bu yerda qoldik. Do'stlar, qaranglar, har erta tongda turib so'rash kerak ekanda Allohdan. Alloh meni ko'rib turibsan, eshitib turibsan, o'zing menga yo'l ko'rsat deb qo'yinglar. Bir kunda bir marta ertalab yo'llaring ochiq bo'ladi inshaalloh. Do'stlar, bu qani dunyo hamma yoq har xil. Biz mana shu tuproqdan bo'lganmiz. Hamma yoqda tuproq bor. Bir kun ketamiz do'stlar. Bol dunyo bu pullar million milliard pullar qoladi-yu. Bir kun shu tuproqning ichida bo'lamiz do'stlar. Siqilaylik. Do'stlar, Allohdan so'raylar beradi. Inshaalloh mana shu oyoqlarim bilan Allohning uyiga yurib borib, iloji boricha qiyinchiliklarga chidab, inshaalloh Ka'bani shunday ushlab, sizlarga duolar qilib, sizlar hammamiz jannatga tushishimiz keladi, jannatda yurgimiz keladi. Lekin bu dunyoda qilayotgan ishlarimiz tavba qilsak Alloh kechiradi. Jannatda eng ko'p insonlar tavba qiluvchilar deyilgan. Tavba qilaylik, shuncha gunoh qilib qo'ydik o'zi. Tavba qilaylik do'stlar. Bir kun qaytamiz. Bugun bo'lsa ertaga. Ertaga bo'lmasa 100 yildan. 100 yil, 200 yil bir kun mana shu tuproqda bo'lamiz. Siqilaylik do'stlar. Omad. Ey Allohim, o'zing meni ko'rib turibsan, o'zing meni his qilib turibsan. Sening uyingga sen uchun ketyapman. Hammasiga chidab, o'zing menga yo'l ko'rsat Allohim. Inshaalloh o'z uyingga borib Ka'bani ushlash menga nasib qilsin Allohim. Eshitib turganimni sen Allohlarni qabul qil Allohim.